Allah bu dunyoni, butun borliqni, nima mavjudot bo'lsa insonga beminnat xizmat qiladigan qilib qo'ygan. Bu insonni azizligini bir tarafidir. Dunyoda nima bo'lsa o'zi bilgan, bilmagan holatda insonni baxti uchun, saodati uchun beminnat xizmat qiladi. Jonsiz narsalar olami ham, o'simliklar olami ham, hayvonotlar olami ham, kattasidan kichigigacha hammasi insonga beminnat xizmat qiladi. Yer insonni ko'tarib yuradi. O'simliklar olami insonga ham ozuqa bo'ladi, ham havoni tozalab beradi. Quyosh ham ziyo sochadi, ham issiqlik beradi. Oyni o'ziga biriktirilgan vazifa bor, uni bajaradi. Yulduzlarni o'ziga biriktirilgan vazifalari bor, insonning foydasiga ularni bajaradi. Kichkina qurt qumursqalarga ham topshiriq berilgan, ular ham insonning foydasiga ishlaydi. Hammasi shu. Ana bular ishlab turibdi. Inson bo'lib turibdi. Lekin o'sha inson haqiqiy inson bo'lib, to'la to'kis Allohning bergan baxtidan foydalanishi uchun tabiat nizomini yuritib qo'ygan Allohga ibodat qilish kerak. Alloh insoniyatni baxti uchun ikkita tizimni ishga solgan. Birinchisi tabiat tizimi, ikkinchisi shariat tizimi. O'sha tabiat tizimidan to'g'ri foydalanish uchun shariat kerak. Tabiat tizimidan inson o'zini to'g'ri tutib yurish uchun shariat kerak. O'ziga o'xshagan insoniyatga muomalani shariat orqali qilish kerak. Ana shu inson o'zini yaratgan Xoliqga odobini, ibodatini qanday qilishini shariat ko'rsatadi. Ana o'sha narsani biz yaxshi anglab yetishimiz kerak.